Assalomu alaykum. ESP32 ga qanday qilib Wi-Fi orqali simsiz kod yozishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda ko'p muammo bo'ladi. ESP32 ni mos tushadigan ba'zida Android yoki Type-C kabellar topa olmaymiz. Shunaqa paytda qanday qilib Wi-Fi orqali kod yozishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Arduino OTA, ya'ni Over the Air kutubxonasi kerak bo'ladi. Buni kutubxona bo'limidan topsa bo'ladi. Shu yerdan yuklab olamiz. Men yuklab olganman va Wi-Fi.h kutubxonasi kerak bo'ladi. Yana bir narsa, xo'sh, Wi-Fi bor ESP32 bo'lishi kerak. Ya'ni Wi-Fi moduli bor bo'lishi kerak. Ayrim ESP32larda Wi-Fi modul bo'lmaydi. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerak. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan narsa kompyuterimiz ham ESP32 ham bitta Wi-Fi ga ulanishi kerak. Ya'ni men o'zim mobilniy hostopimni tarqatganimda ikkalasi ham bitta Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak. Parolni va nomini kiritib qo'yamiz va biz hozir men 13 kuladim. 13-pindagi LEDni shunchaki yoqib o'chirishni ko'rib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladi, nimalar kerak bo'ladi? Xo'p, bu Wi-Fi routerga ulanish uchun so'rov, nomi va passwordi. Xo'sh, mana bu narsa bizga kerak bo'ladi. Kodini tayyor internetda ham olsa bo'ladi yoki tashlab qo'yaman. Mana bu narsa o'chmasligi kerak. Dastlab yozayotganimizda. Keyin esa keyinchalik o'chirib tashlasa ham bo'laveradi. Lekin mana bu narsa keyinchalik o'chirmasligi kerak. Dastlab baribir kabel orqali uramiz. Keyinchalik esa Wi-Fi orqali ursak bo'ladi. Oddiy kod, ya'ni LEDni yoqib o'chirish kodi. Sinab ko'ramiz. Bu yerdan modulni tanlaymiz. Menda S3 moduli bor. Boshqa modulni tanlayotganda, ya'ni ESP32 ni mana bu narsada urish sal qiyinroq bo'lishi mumkin. ESP32 dev kitlarda urish tezligi pastroq bo'ladi. Shunga 115200 ga o'zgartirib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Keyin port tanlayotganda ESP32 S3 da ikkita port bo'ladi. Bittasi quvvat porti, bittasi data porti bo'ladi. Xo'p, qanday aniqlash mumkin? Mana bu COM3 chiqsa, u data porti bo'ladi. Yoki bo'lmasa, men hozir ikkinchisiga ulayman. Mana bu yerda portda mana bunday port chiqsa, ESP32 Family Device chiqsa, bu quvvat porti bo'ladi. Bundan ham ursa bo'ladi, faqat sozlamalardan o'zgartirish kerak. Mana bu yerda USB CDC on bootni biz enable qilib qo'ysak, ursak bo'ladi. Disable holatda urib bo'lmaydi. Xo'p, yana bir muhim narsa, ESP32 miz va kompyuterimiz bitta tarmoqqa ulanganda, u tarmoq 5G bo'lmasligi kerak. 5G ga ESP32 ulanmaydi. Keyin VPN yolmasligi kerak, chunki u IP adresini o'zgartiraveradi VPN. Shuning uchun shu taraflarga juda ham e'tibor beramiz. Internetsiz ham, internet bilan ham ulasa bo'ladi. Buni yuklaymiz. Xo'sh. Keyinchalik kod yozayotganda xuddi shu kodni ichiga, ya'ni loop ichiga yozib ketaveramiz kodimizni. Faqat mana bu qism o'chmasligi kerak. Bu qism o'chmasligi kerak. Buni o'chirib tashlasak ham bo'laveradi. Mana bu yerlar o'chmasa, ya'ni Wi-Fi nomi va parolni topa olish uchun. Xo'sh, hozir tekshiryapti. ESP32 xo'sh. ESP32 S3 modelda
Mana. Mana shuni aytdim, yo'q bu Type C'li model bo'lishi kerak. Mana bu orqali kod ursa bo'ladi, bu orqali ursa bo'lmaydi. Ya'ni ursa bo'ladi, sozlamadan o'zgartirish kerak bo'ladi. Shunga ham e'tibor beramiz. O'sha biroz vaqt oladi. Ko'p joylarda shu Android kabellar topilmay qoladi yoki bo'lmasam umuman Type C bo'lsa ham data almashmay qoladi. Shunaqa paytlarda juda qo'l keladi. S32 bor paytda, kabel bor paytda buni urib qo'ysak, keyinchalik bemalol ishlasak bo'laveradi. Mana hozir yuklash jarayonida. Xo'sh, mana yozish boshlandi. Xo'sh. Kodimiz urildi. Buni telefonda video olib joylab ko'rsataman. Hozir pauza qildiramiz. Mana bunda kabel orqali urganimizda mana shu natija bo'ldi. Ya'ni 100 millisekundda yonib o'chyapti. Ikkinchi holatda esa buni o'zgartiramiz. 1 sekundga o'zgartiramiz. Ya'ni sekinlashadi. Hozir tez yonib o'chyapti. Keyingisida xo'p, ana endi S32 ni boshqa portiga ulab turaman. Ya'ni quvvat portiga ulab mana bu yerni o'zgartiramiz. Mana bu yerda endi Wi-Fi orqali chiqadigan bo'ldi. Xo'p, buni bosamiz. Mana porti S32 nomi va IP adresi. Shu adresga internet orqali, internet bilan ham, internetsiz ham farqi yo'q, yuborsa bo'ladi. Tekshirish uchun mana bu yerda kodni 100 millisekund qilgan bo'lsak, buni endi 1 sekundga aylantiramiz. Bunda sekinroq yonadi. Yuklaymiz. Xo'sh, mana uploading bo'lyapti. Yana bir ma'lumot, S32 ga kod yozayotganda ayrimlarida yozilmay qolishi mumkin. Shunda shu boot tugmasini bosib qilish kerak, ya'ni upload bo'layotganda bosib turamiz. Writing bo'layotganda esa o'chirib qo'yib yuboramizda. Mana yondi. Xo'p, buni yongan videosini qo'yaman hozir. Mana bu ikkinchi natija. Wi-Fi orqali delayga o'zgartirib 1 sekundga o'zgartirganimizdagi natija. Xo'sh, shu ishladi. Bizda faqatgina shu loop ichini o'zgartirib boshqa kodlarimizni ham yuklasak bo'ladi. Agar biror bir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rashingiz mumkin. Yoki bo'lmasam Telegramga ham tashlab qo'yaman buni kodini. Shu yerda ham so'rashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.